Assalomu alaykum aziz gruppadoshlar, aziz do'stlar. Bugungi videomizda qalamcha qilish uslubini o'rganamiz. Avvalgi videolarda ham aytganman, qishdagi videoda ham kurtakdan qalamcha qilishni eslatib o'tganman, ko'rsatganman ham. Bu yil endi hozir biz bahorgi qalamcha qilish uslubini o'rganamiz. Birinchi bo'lib qalamcha qilish uchun iloji boricha yon qismidagi novdalarni, qalamdek keladigan novdalarni tanlab olamiz. Masalan, mana tikka turganlarini emas, yon tomondan. Mana buni olish mumkin. Mana buni olish mumkin. Mana bu juda ham yaxshi tanlov bo'ladi. Mana qalamdagi keladigan. Mana buni olish mumkin. Qisqasi yon tomondagi, mana bokovoy yon tomondagilarni dan olamiz. Bu Floribunda Prince Monaco. Bulardan ham olamiz. Tushunarli, yon tomondagidan olamiz. Bizga qalamcha qilish uchun pichoq, skoch, bog' qaychisi, gul qaychi, to'g'ri qaychi, spirt va укоренитель, ildiz o'ttiruvchi birorta vosita. Men uni o'rniga aloe vera bargidan oldim. Va novdalarimiz. Bularni suvga solib qo'yamiz. Bu safar sal boshqacharoq uslubda qo'llayapman. Rezultatini men sizlarga keyin aytaman. Dro'jjaga 10 gram dro'jjaga 1 qoshiq silla qoshiqdagi dro'jjaga 2 qantiq qo'shib turib, bir paqirga uvitdim. Mana novdalarimizni, demak, qalamchalarimizni shunga 2 soatga solib qo'ydim. 2 soatdan keyin yana u nargi suvni olib tashlab turib, to'g'ri suvga solamiz. Chayqab olib solamiz. Bu tezda ildiz o'tishiga yordam beradi. Buni men birinchi marta qilishim, rezultat tez bo'ladi deb eshitganman. Agar nima bo'lsa, rezultatini men sizga aytaman. Avvaldan tuvaklarimizni tanlab olamiz. Iloji boricha mana одноразовый bundaqa ko'rinadigan idish tanlaganingiz ma'qul. Chunki ildiz o'tayotgan ildizlar bemalol ko'rinadi. Menda hozircha shundan 2 ta, qolganlari 0,5 va 1 litrli tuvaklar. Tayyorlab yengil tuproq qilamiz. Tuproq tarkibiga men aytib o'tganman. Biogumус, oddiy tuproq, perlit bo'lsa perlit, vermikulit bo'lsa vermikulit. Men perlit bilan vermikulit yo'q. Biogummus bilan to'g'ri tuproq. Ozgina kul, ozgina yana qum solganman. Qum namlikni ushlab berib turadi. Mana idishlarimizni tayyorlab oldik.